Türkiye'nin sobiq bosh ministri va Kelajak partiyasining raisi Ahmad Davutoğlu hukumatning Sharq Turkistonga ega bo'lish mas'uliyati borligini ta'kidlab, Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol alohida yig'inga chaqirish kerak dedi. Davutoğlu Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm va assimilyatsiyasiga qarshi jamoat fikri hosil qilish maqsadida o'tkazilgan yig'inda so'z qilib, Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol Sharq Turkiston uchun alohida yig'in chaqirishi, har qaysi taraflarning imzosi bilan birlashma xitobnoma qabul qilish kerak. Sharq Turkiston yuz bergan ishlar Amerika parlamenti va Yevropa parlamenti tomonidan keskin ayblanib, birlashma bayonot e'lon qilingan. Amerika Xitoy birlashma komiteti yig'inida o'ttirib qo'yilgan turk so'zini va divoni lug'ati turk ishiltilgan so'zini o'zining nomi qilgan Turkiya Buyuk Millat Majlisining birinchi vazifasi Uyg'ur qarindoshlarini qo'g'dash va darhol birlashma xitobnoma e'lon qilish lozim degan. Yig'inga Xitoy tadqiqot institutining boshlig'i doktor Farhod Qurbon Tangritog'li boshchiligida Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlarining vakillari bilan Turk dunyosi ommaviy tashkilotlarining vakillari taklif bilan qatnashgan.